kerak. Bo'pti, tez gapiraman, tushunib, tez gapiraman, baki. Tez ular o'zbekcha. Menga hozir yutib olmasa biz ham ketaveramiz, ertaga qilib beramiz shaqqa umumni. Ya bunday desa biz ko'tga kirib qolamiz, bular ko'chaga ko'tmasmiz-ku. Endi baribir qayta ko'tga qilishimizga to'g'ri kelib qolyapti. Ya endi ko'tga qilishimizga to'g'ri kelib qolsa ham biz ko'tga qilmaymiz-ku. Iloji bo'lmasa nima qilamiz? Iloji yo'q, tushunaman. Iloji yo'q bo'lsa biz olib o'tiramiz-da buni. Boshqa ilojimiz yo'q, endi oxirgi o'yindan qahramon bo'lamaydi. Ya o'yinda oxirgi odam qahramon bo'lolmasligini bilaman, lekin baribir yutqazib qo'yishingiz ham mumkin-da. Sen tomonga bir odam kelib qoladi, yutib qolamiz. Ya, odam kelib qolishi mumkin, lekin Qora Marvarid yoki Feruz Avazov yoki Sulton akam yoki Merdan akam yoki King 511 kelib qolmasa, kuchi yetmaydi Botirga hech qachon. Botir keldi, qo'rqadi bular. Men qara tavakkal Xudoga qanday oltirsa, oson. Tavakkal qilib ko'rish kerak, barcha odam kelib qolishi mumkin. Senga bo'lmasa esa ertaga qilib beramiz, ertaga. Bugun dam olamiz, ertaga qilib beramiz, bugun qilib beramiz. Bo'lmaydi, biz bularga o'xshagan. Yo'q, onang tushunyaptimi? Onang tushunyaptimi qarovi? Ya Ko'tsan. Ya xo'ram, tushunib o'tiribman, xo'ram. Yerike.